Diqqat, xonanda Rashid Xoliqov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Rashid Xoliqov eslaymiz dasturdagi suhbat davomida turmush o'rtog'i bilan qanday tanishgani haqida samimiy va hazilomuz tarzda so'zlab berdi. Boshlovchining turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz degan savoliga xonanda kulib javob qaytardi. Uning aytishicha, u rafiqasi Saida bilan 1992-yilda opalarining to'yida tanishgan. Biz xizmatga borganmiz. Bir payt qarasam, chiroyli qiz kirib keldi. Shu qiz bilan tanishsam deganman. O'sha paytlarda telefon, Telegram yo'q edi. Qog'ozga ismimni, telefon raqamimni yozib, qo'ng'iroq qiling deb Jamol aka orqali berib yuborganman deydi u. Xonandaning aytishicha, Saida bir jini qilay deb qo'ng'iroq qilgan, ammo bu oddiy qo'ng'iroq ularning taqdirini bog'lab qo'ygan. Shunaqa ham jinni qildiki, mana bugun 4 nafar nabirali bo'lib o'tiribmiz. 2 yil uchrashib yurdik va 1994-yilda to'yimiz bo'ldi. Mana oradan 31 yil o'tibdi. Haligacha bir-birimizni jinni qilib yuribmiz deya kulib esladi san'atkor. Mazkur suhbat ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ko'plab muxlislar xonandaning oilaviy hayotiga havas bildirib, samimiy va iliq izohlar qoldirishmoqda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.